Bismillahirrahmanirrahim. Yo'qdingizmi? Olib qochadi. Bu necha sportga turibdi hozir? Birda turibdi. Ajoyib otku. Ya'ni universal drabilka meshat, halafi qo'q, tat, donagi jigori, jav, gandum hammasi mayda mehnat. Motorash qo'shadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'lyapti? Drabilkalar borda o'qiyapmiz. Yo'q, biri qizil, biri zangurda. Qizil Tojikistonniki, o'zimiz chiqaryapmiz. Ular O'zbekistondan keladi. Sizda ham qattiqchiklaringiz bor. Maslahat bering, ana mol bozorda olasiz-ku, idealarini. Assalomu alaykum do'stlar, musofirlar, vatandoshlar. Mana sizlar uchun maxsus kimnidir moli qo'yib bo'lsa, albatta mana bunday drabilkalardan foydalansalaring bo'ladi. Mana shunaqa tushuntirib bering qani. Baribir har یک xonadon agar chorva dاشته باشین گاو و گوسفند یک تا همین drabilka darkor میشود. این drabilka mumkin aka qarang. Mana tishlari 14 talik bo'ladi. Sekunja teg'osh 14 ta obshi dora va dabavka dutagi 4 ta inxili malatkoi hasta. Vaqti که علف qoq ya'ni saxt باشد yoki jigore sutash kardi patofdan giret همین zada metyad. Motorash 3 kilowatt, 3000 оборот, 220 va ko'r mikro. 220 ga ishlaydi. Hammani uyida hozir 220 ku. 220 ga ishlaydi. 220 ga ishlaydi. Ba'zilar menga 5 kilowattlik, 6 kilowattlik kerak deydi. Mana 5 kilowattlik ham bor. Bunisi 5 kilowatt. Bu 6 kilowatt. Tojikiston va O'zbekiston. Lekin bularda ham обороты, bulardagi 3000 оборот bo'lsa, bulardagi 3500 оборот. Narxi 100 so'm farq qiladi bularda. Lekin bular ham 220 ga ishlaydi. Bu motor 5-6 degani yolg'on. Chunki 4 kilovatdan uyog'i 3 fazaga ishlaydi. Boya 380 bo'lish kerak-da. O'shaning uchun motorga yozib qo'yilgan, lekin обороты 3.5 оборот, bulardagi 3000 оборот. Bularning setkasi nechta ekan? Buning setkasi 4 ta bo'ladi. Quruq o'tga alohida, ho'l o'tga alohida, bug'doyga alohida, makkaga alohida. Bu O'zbekistonda, to'g'rimi? O'zbekistonda setkasi bu yerdan qo'yilgan, Tojikistonda qayerdan Buni qo'yilgan? setkasi mana yonidan qo'yiladi. Yonidan bunday tortadi chiqadi. Ha, bu tarafdan qo'yilgan. Mana bu tarafdan. Buniki ham 4 talik, ha? Mana buni yondan kirgizadi. Ha, bu yondan, ha. Bu tepadan qo'yilgan, bu pastdan qo'yilgan, to'g'rimi? Bu 3 kilovat, 3000 оборот. Bu 5 kilovat, 3.5 оборот. 6 kilovat, 3.5 оборот. Narxi 3400 so'm. Mana bu shulpayor podarka. Yakta shulpayor, baribir kasoniki yakta drabilka megiran, yakta shulpayori original va brendi Instar. Пачка от шодагине. Xo'p, batareya нет, 200 volt litionni batareyka, duta dora va fanarik dora, duta rejim dora, patronash ohani 5 chotka میشه. برای هر یک خونه یک تا شوپر داریم. هر یک تاش پدرک داره. ها اگر یک تا شوپر یکی بالگرد کنید. کی بعد بالگرد کرد در کور باشه بالگرد که یکی شوپر یک تا یک چی میکنه. شما خرید یه سال شدن وقتی شما؟ آیا سال شد خرید همه همین میگیرد یا اون تاش پرابلم کردگی نیست. ناخوش گفتیم می 3400. این پدرکش کردیم. اینم 3400. این تاجیکستان 3300. اینم پدرکه داره. این تاجیکستان خدمت. O'zbekistonda Kurdistonda birodar. Ay O'zbekiston deydi. Ha, O'zbekiston deydi. Agar shuma подписчиком va darkor bo'lsa, yana nomerlar me'morim. Zang zang bigran baribir xonatun. Mana do'stlar, mana Tojikistonniki ham bor, O'zbekistonniki ham bor. Qaysi biri sizlarga ma'qul bo'lsa, albatta hammasi podarkasi bilan albatta mana podarkalari bor. O'zbekiston 3400. Tojikiston nechi pul? 3300. 3300. 3300 so'm. Har yaktash podarka dora. Hammasini mana podarka. Qadam shahar noya bo'lsa, dastlabki as. Dar bugun hamon narx daxil bo'ladi. Shu narxda skuterlar ko'ryapmiz. Bular do'stimiz olib kelgan, do'stimiz olib kelgan, anchasini sotdi, mana shu qo'ygan. Shu qo'yda. Xo'p. Bular qarishtiring qanday zaryadkalik, masalan, eng kattasi mana shu, ballonlari ham prestij qarang. Kalib yoqasiz. 60 yaqin 50 ning ichida tezligi. Tezligi. Ha, bunaqasi batareyasi, akkumulyatori 5 ta. 5 ta. 5 ta akkumulyatori bor.
Men o'zim mashinani oldim bitta. Boshida zo'r yurmadi. Nimaga bunaqa akkumulyator o'tirib qolganmi dedik. 1-2 kundan keyin hozir bitta zaryad qo'ysa 3 kunga yetadi. Mana shuni bir obkat yapgan. Shunaqa ekan, ha. Biz bilmadik, endi qiynalib yurdi, zaryad tez o'lib qoldi. Lekin hozir bir zaryad qo'ysak 3 kunga yetadi. Narxi qancha edi buni? Bu 4300 so'm. Yana arzon ham bo'ladi. Muomalasi bor. Ha, muomalasi. 4300 so'm. 4300. Mana bu arzoni. To'g'ri, sesat so'm. Mana arzoni. Bu 2800 so'm. Buniki batareyasi 4 ta. 4 batareyaga, mana postavkalari bor. Mana bu telefon postavka bo'ladi. Ular necha soatda zaryad bo'ladi? Bu 2 soatda zaryad bo'ladi. 2 soatda to'ladi. Ha, keyin bu 150 kilo ko'taradi. 2800 so'm ekan do'stlar. 150 kilo ikkita. To'g'ri, 80 so'm. Ha, 180 kilogacha ko'taradi. 180. Mana bunisi eng baquvvat. Mana bunisi ham chiroyliroq ekan Ha. qarang. Judayam zo'r buni. Judayam chiroyli. Buni ham yoqqanimiz, qaranglar. Aka oyoq qo'yadigani bor. Qaranglar do'stlar, ana chiroyli. Oyoq qo'yadigani bor, bitta sportsi bor. Orqaga o'tirganda pedali bor mana. Agar zaryad tugab qolsa, pedalni bosib velikka o'xshab aylanib ketaveradi. Ha, pedali ham bor. Birda qanday to'xtadi? Zo'r mana shu. Men endi buni oldim, u ham yomon emas. Lekin ichlarida zo'r bu ekan. Lekin narxi bu bilan bir xil. Bir xil, ha, hammasini narxi. Yo'q, hammasi emas. Bu 4300. Ha, Mana bu ikkala maydaroq, bular 2800. Narigisi ham 4300. 4300, Ha. 800, 4300. Ha, bitta haydab ko'rayapman. Mana qaysi? Ha, bismillahirrohmanirrohim. Yo'qdingizmi? Olib qochadi. Bu necha sportga turibdi hozir? Birda turibdi. Ajoyib otdi. Do'stlar, tomosha qiling. Bunaqa narsadan bebahra qolmaydi. Ha, kimdir Mana, otasiga olib bersa, bittadan olib bersa, masjidga borib kelishga qadar mazza qilib minata, rasxodi yo'qda. Zaryad emas, rasxod yo'q. buni padarkaga ham olsalaring bo'ladi. Padarkaga u, padarkaga anaqa ayiqlarni olib borib topshirib bersa. Ayiqlardan olib borib chiroyli qilib topshiramiz nasib agar ma'qul Maydasi. bo'lsa. Qadar ichida bular aslida. Otalaring ancha xursand bo'ladi, yo amakilaringga, yo tog'alaringga. Kimnidir tug'ilgan kun bo'lsa, marhamat mana shulardan olib qadar qilsalaring ajoyib bo'ladi. Ha, maydasini ham qarang. Maydalari ham bor. Kamyon bor. Qo'llariga ko'proq. Bunisi 2800 so'm ekan. Ayyo deganida o'ziga kelgan mana. Kim kerak bo'lsa marhamat. Kimgadir ma'qul bo'lsa, nomerlari ekranga turibdi. Shu nomerlarga murojaat qilinglar, albatta. Muomalasi bor. Sog' bo'linglar.